Assalomu alaykum. Gazablok ishlab chiqarib shu biznesni yo'lga qo'yaman deb o'ylanib yurganlar uchun mana bu gazablok ishlab chiqarish bizneslarini taklif qilamiz. O'zbekiston bo'ylab gazablok uskunasini olib borib qurishlar o'rgatib ishga tushirib beramiz. Hozir bu yerga 20 ta qolip bilan mana bu avtomat reskali qilib relslarga o'tirg'izib berganmiz mana. Hozir avtomat reskani уже ishga tushirib berdik. Mana. Ovozlari ham juda mayib. Pastga tushib o'zi qaytadigan qilib juda yaxshi variantda qilingan, ko'ryapsizlar mana. Juda tekis arlaydi. Hozir endi probaga quyib sinab ko'rdik hozir. Ko'ryapsizlar mana. O'zi pastga tushib, pastda ham o'zi aralab turib, avtomatik qaytadigan qilib hamma relaylar qo'yilgan mana. Ovozlarni ham ko'ryapsizlar, juda past. Hamma narsani juda nolga keltirilgan. Qaytyapti. Qaytib o'zi o'chadigan. Bu yerda mana ko'ryapsizlar, hattoki mana endi svet bo'lmagan holatlarda har xil holatlar bo'ladi. Shuning uchun mana qo'lni ruchnoy aralarigacha qilib berilgan. Qoliplar mana har xil variantda. Mana pinablok ham o'zlari qo'yishadi. Mana pinabloklar ham o'ta sifatli qilib chiqarishadi. Endi hozir gazablok yo'lga qo'yibdi. Bemalol qoliplar mana bir kishilik haqida olib borsa bo'ladi. Ko'rasizlar, mana hatto yog'i ham oqib ketmayapti. Taglari ham mana germetiklab, anaqa yopib, hali ko'p joyda qilishyapti. Mana taglarini germetiklab yopib, bu yangi paketlardagi yaxshi qoliplar. Bemalol ish beradi. Qoliplar bu yerda rasvor quyiladi. Rolikda bu tarafga boradi, kesilib bu tarafga qaytadi. Ozgina joyda mana bu tarafdan bu tarafga o'zi aravachilari bor. Ba'zi mana mishalkalari. Hozir bu 380 ga qilib berilgan mishalkani xohlasa 220, xohlasa 380. Tentlarni qo'yilgan, 380 ga moslab tentlari qo'yilgan. O'zi o'chadigan qilib hamma rellarni qilib joylashtirib bergan. Kimga shunaqa gazablok ishlab chiqarish uskunalari kerak bo'lsa, ekrandagi raqamga aloqa qilsa O'zbekiston bo'ylab olib borib o'rnatib ishga tushirib beramiz. Kanalimizga a'zo bo'lib like bosishni unutmang.